İkki qo'l bilan ko'rishish va ayollarning o'zaro qo'l elishib ko'rishishi. Savol. Assalomu alaykum. Ikki qo'l bilan ko'rishish bid'atmi? Biz ilgari erlar qo'l elishib ko'rishatdik. Hozir qizlarmi qo'l elishib ko'rishadigan bo'pti. Buning dinimizda asosi bormi? Bundaq qilish to'g'rimi yoki cheklanamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Qo'l elishib ko'rishish sunnat ishlardan bo'lib, qo'l elishib ko'rishishning gunohlarning yo'yilishi, do'stlik va qarindoshlikning kuchayishi, shundaqla ko'ngilga xotirjamlik paydo qilishidek foydalari bor. Imom Navaviy bilginki uchrashganda qo'l elishib ko'rishish barliq olimlar birlikka kelgan sunnatdir degan. Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu aytadi: Masjidga kirib qolsam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bor ekan, Talha ibn Ubaydulloh darhol o'rnidan qo'pib, yugurib kelgunicha men bilan qo'l elishib ko'rishib, meni muborakladi. Qatada aytadi: Men Anas radhiyallohu anhuga qo'l elishib ko'rishish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalarida bormidi desam, u ha dedi. Ko'rishganda ikki qo'l bilan ko'rishishimi bo'ladi. Bu vaqtda cheklimi yo'q. Tahi Hanafi mazhab olimlari ikki qo'l bilan ko'rishishni sunnat deb qaragan. Salaflarimizdan Hammad ibn Zayd, Abdullah ibn Mubarak bilan ikki qo'lini tutib qo'l elishib ko'rishgan. Imom Buxoriy Sahihul Buxoriyda bu rivoyatni sanatsiz keltirgan bo'lsa-mu, tarix kitobida Abdullah ibn Salama al-Muradiyning tarjimaholida sanadi bilan mundaq rivoyat qilgan. Bana Yahya va undan boshqa ustozlarim atam Ismoil ibn Ibrohimning mundaq deganligini so'zlab berdi. Makkada Ibnul Mubarak uning qishig'iga kelganida u uning bilan ikki qo'l bilan ko'rishdi. Imom Buxoriy atam Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mughira al-Ju'fi Abul Hasandur. Hammad ibn Zaydning Ibnul Mubarak bilan ikki qo'l bilan ko'rishganligini ko'rgan. U Malikdan hadis anglagan degan. Yana Imam Ibn Hajarmi Imam Buxoriyning otasidan qilgan yuqorqi rivoyatini sanadi bilan rivoyat qilgan. Imam Ibn Hajar yana Imam Buxoriyning otasi Ismoil ibn Ibrohimning Imam Malik bilan Hammaddan hadis rivoyat qilganligini, Ismoildan Yahya ibn Ja'far al-Bikandi va Iroqliklarning hadis rivoyat qilganligini bayon qilgan. Demak, bu salaflarimizdan Imam Buxoriyga qadar sanadi tutashgan rivoyatdir. Tabiinlar ish harakatlari shariatda dalillar jumlasidan bo'lmasa-mu, ko'pincha ahvolda tabiinlarning tutgan yo'li sahoba kiramlardan kelgan bo'ladi. Ikki qo'l bilan ko'rishishda tabiinlarning ish izlarini rad qiladigan biror aniq ko'rsatma bo'lmaganligi bizga ularning ijtihodi va ra'yi o'zimizning ra'yimizdanmi suyumlik degan so'zga mos keladi. Abdullah ibn Sahbara Abu Ma'mar rivoyat qilib deydiki, men Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki qo'limni tutib turib menga tashahhud aytishni, Qur'ondagi suralarni o'rgatgandek o'rgatgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh mazkur asar bilan hadisni Sahihul Buxoriydagi ijozat so'rash bo'limida ikki qo'lni tutish babida ikki qo'lni tutib ko'rishishning joizligiga dalil qilib keltirgan. Chunki izlanib tadqiq qilish natijasida ma'lum bo'ladiki, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh ikki qo'l bilan ko'rishishda asos qilgan hadis Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning hadisi bo'lib, Imom Buxoriy bu hadisni sahihida bir qancha o'rinda rivoyat qilgan. Biri qo'l elishib ko'rishish babida, yana biri ikki qo'lni tutish babida. Imom Buxoriy hazratlari hadis mazmuniga cho'nqur cho'kib turib hadis rivoyat qiladigan bo'lg'achqa, bir babga qo'l elishish deb aniq nom qo'yib, ikki qo'lni tilga olmagan. Yana bir babda ikki qo'lni tilga olib, ko'rishishni tilga olmagan, balki tutishni tilga olgan. Bu haqiqatan Imom Buxoriy hazratlarining hadishunoslikdagi alohida talantini ko'rsatadi. Bu yerda Imom Buxoriy bu hadisni qo'l elishib ko'rishishga aniq ifodalashga yaqin shaklda ishorat bilan dalil qilgan. Imom Ibn Battal Sahihul Buxoriy sharhida qo'lni tutish alohida qo'l elishishdir. Bu olimlarning nazarida mustahabdir degan. Imom Muhammad Anvar Shah Kashmiri mundaq deydi: Bilginki, qo'l elishib ko'rishishda sunnatning komil shakli ikki qo'l bilan bo'lsa, sunnat bir qo'l bilanmi ado bo'ladi. Imom Buxoriy qo'l elishib ko'rishish babining orqadilla ikki qo'lni tutish deb bab qo'ygan. Shundaq turuqliq hadisga amal qilamiz deb da'vo qiladiganlar ikki qo'l bilan ko'rishishni ayblashidi.
İmam Buxariyning nazarida bu masalada Sahihul Buxoriydagi ig'ir shartiga tushadigan biror hadis bo'lmag'achqa, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning tashahuddagi hadisini keltirib, turiga dalil bayon qilishning o'rniga jinsga dalil bayon qilish bilan kifoyalangan. Chunki u hadisdagi qo'l elishish salomlashishda emas, o'ginishda bo'lgan. Bu ikkisi ayrim-ayrim ikki ish. Ikki qo'l bilan ko'rishishga ayrim dalilmi yo'q emas albatta. Bu vaqtda İmam Buxoriy ikki asarni bayon qilgan. Yana İmam Buxoriyning Al-Adabul Mufrad degan kitobida marfu hadisimi kelgan. İmam Buxoriy Al-Adabul Mufradda mundaq rivoyat qilgan. Abdurrahman ibn Razin mundaq degan: Biz Rabizadan o'tgan edik. Bizga mushu yerda Salama ibn Akva raziyallohu anhu bar deyildi. Men darhol uning qashig'iga bordim. Biz uning salom qilsak, u ikki qo'lini chiqarib, men mushu ikki qo'lim bilan Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga bay'at qilgan dedi. Andin tugining alqanidek yo'g'on alqanini chiqardi. Biz o'rnimizdan turib u alqanni so'ydik. Yuqoriqilarga asosan ikki qo'l bilan ko'rishsa bo'ladi. Uning ustiga diyorimizda ba'zi ahvollarda ikki qo'l bilan ko'rishmagan taqdirda adabsizlik qilgan bo'lib, ko'ngil og'riqi kelib chiqadi. Ayollarmi o'zaro qo'l elishib ko'rishsa yaxshi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisda ikki musulmon uchrashib qo'l elishib ko'rishsa, alqonlari ayrilib bo'lguncha ularga mag'firat qilinadi degan. Bu hadisdagi musulmon degan so'z er bo'lsin yoki ayol bo'lsin har qanday musulmonga umumdir. Ammo ayollarning erlar bilan qo'l elishib ko'rishi cheklanadi. Chunki bu fitnaga sabab bo'ladi. Xulosa, ayollarning ayollar bilan, erlarning erlar bilan qo'l elishib ko'rishi, qo'l elishganda bir yoki ikki qo'l bilan ko'rishi islom targ'ib qilgan sunnat va yaxshi ishlar qatoridandir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 96 nomerlik fatvo.